Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, bugungi darsimiz obyektni orqa fondan ajrata olishni ko'ramiz. Ya'ni o'tgan darsimizda shunchaki obyektni kesib olgan bo'lsak, bugungi darsimizda esa quyidagi obyektimizni ko'rgan bo'lsangiz, mushugimizni, ya'ni tuklari bor. O'sha tuklari o'z holicha saqlangan holicha biz obyektimizni orqa fondan ajrata olishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz kiramiz, lassoda esa deb belgilab chiqamiz obyektimizni. Tuklariga tegdirmagan holatda belgilab chiqdik. Mana shunday belgilagan paytida siz menu bo'limidan kirasiz va maska bo'limini tanlaymiz. Maska bo'limida siz klaviaturadan Alt Ctrl R tugmasini bossangiz ham bo'ladi. Bosdik. Kirganimizdan keyin bizda siz mana bu yerda kisti tugmasini ikkinchisini bosishingiz kerak, plyusda turish kerak. Mana bu 52 ko'rsatgani esa siz xohlaganingizcha kattaroq qilishingiz mumkin yoki kichikroq holatga keltirishingiz mumkin. Mana kattaroq holatga keltirmoqchi bo'lsangiz, mana shunday holatga keltirasiz. Boshladik. O'chirishdi. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, obyektni paxmoqligi saqlangan holatda kesilyapti. Mana shunday qilib tag qismlarini ham mana tag qismlari hamma tomon o'chdi va endi yuqori qismlarni o'chirib chiqamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, mana shunday kesib oldik. Mana o'chirdik. To'g'rimi? Ana endi biz nima qilamiz? Mana ko'rinib turgan mana svойство bo'limidan pastga tushamizda mana очистить света degan bor, mana o'chirish rangni. Okey bosamiz. Okey bosishdan oldin bunda e'tibor qarating, mana dum qismida mana orqa fonda yana oq qismi qolgan. Mana plyusimiz saqlangan holatda yoki yana ham kichraytirgan holatda o'sha qismini yana bunday o'chirib chiqsangiz bo'ladi. Mana qarang. Mana paxmoqligi joyida turibdi. Okey deb bosib yuboramiz. Mana paxmoqligi saqlangan holatda obyektimiz tayyor bo'ldi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Sog' bo'lasizlar.